11-may. Bugun meni ham turmush o'rtog'imni, ham rahmatli ukamni tug'ilgan kuni. Noodatiy video yozmoqchi edim. Bu ichimdan o'tib ketganlarni eslab, yig'lab, xafa bo'lib eslaymiz, lekin men ukamni uni ajoyib taraflarini eslab sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Ketdik. Ukam meni eng kenja farzandidir, 5-chimiz va eng juda ham erkatoy edi. Oyimam, adamam unga qattiq gapirish olmasdi. Bechora ikkinchi ukam, undan oldingi ukam har doim gap eshitaverardi. U ko'cha bolasi edi, rostini aytsam. Agar uni yaxshi bilmoqchi bo'lsanglar, menimcha uni o'rtoqlaridan so'rash kerak. Chunki uyda почти uydan chiqib ketaverardi-da. Ko'chaga o'rtoqlarning oldiga, o'rtoqlariga juda ham sodiq edi. Yana juda ham mehribon edi. Hammaga mehribonchilik qilardi. Esimda bu yerda yashab yurganimizda u yoqqa O'zbekistonga borsak, buni qilishim kerak, buni qilishim kerak, u yoqqa borishim kerak, bu yoqqa buni bitirishim kerak desam, hamma ishini tashlab, birinchi bizga kerakli narsalarni bitirib olardi-da, so'rab keyin bo'ldimi, menda ishingiz bitdimi derdi-da. Keyin yana o'zining ishlari bilan chiqib ketardi. Esimda pasportimni almashtirishim kerakmidi, yo bir narsa bo'lish kerak. Pasportning stoliga borib 15 minutda hal qilib bergan edi ishimni. Juda ham mana shunaqa odamlarning ichiga kirib ketadigan, yo'lini topadigan, hammaga tengdek qarardi. Yaxshi ovqat yaxshi ko'rardi. Oshni juda ham yaxshi qilardi. O'rtoqlar bilan ko'rishib har gal o'sha choyxonasi bormi, nimasi bor, oshni shunaqa boplardi, ham burger qilib berardi. Biz ham o'sha O'zbekistonda ta'tilga borganimizda har gal nimalar pishirib berardi. Burgermi, osh yegimiz kelyaptimi, hammasini qilib berardi. Bir qitmir yana odatlari ko'p edi. Uni o'zi go'dali semizgina edi. Turgan joyingizda ko'tarib olardi. Men og'irman, juda 75 kilo bo'lsam, shundoq ko'tarib olib aylantirardi-da. U xavotirdan u yiqilib tushsa ikkalamiz mayib bo'lamiz deb qo'rqib, ham kulgingiz kelardi, ham qo'rqardingiz. Xullas, shunaqa odatlari bor edi. Bunaqa o'ynab berardi-da boshi bilan. Noodatiy qilib olmoqchi edim, videolar bo'lmayapti. Xullas, bunaqa chaqirib berardi, boshi qimirlamasdi, chochi yo'q edi, chochi silkinardi-da, bir ajoyib harakat qilardi, yig'ib berishga hech o'xshamas edi. Bir esimda yangi yilda gitara chalgisi kelib qolgan edi. Gitara betaligimda gitara jo'nating degan edi. Bir amallab jo'natib yuborgandim o'sha gitarani. Bitta o'ynashida simini uzgan edi. Yana kichkina bolachalarni, domba bolachalar bo'ladi-yu, o'shalarni rosa yaxshi ko'rardi, ko'tarib olib, qiynab o'pib, tishlab olardi. Bir esimda yaqinda tuqqanimda, O'zbekistonga borganimizda oyimga tashlab ketganman, qarab turing deb hojatxonaga kirib chiqdim. Hojatxonada o'tiribman, qizim chillayapti-da. Ishimni bitirmasdan ham yugurib chiqsam, qarasam qo'lida u akasivaytsa uni o'pib, tishlab, qiynab, yaxshi ko'rganidan, sevganidan shunaqa dombalarni yaxshi ko'rardi. Juda ham ko'ngli ochiq, hammani birdek ko'rardi. Hammamizni boymi, kambag'almi, hammaga birdek muomala qilib, hammani hurmatini qilardi. Bilasizlarmi nimadan afsuslanman? Ko'proq gaplashishimiz kerak ekan opalarimiz bilan, ukalarimiz bilan, singillarimiz bilan. Men ishonasizlarmi, uni qanaqa rangi yaxshi ko'rishini, men qanaqa ovqat sevimli va qaysi kinoni yaxshi ko'radi ko'rishi ko'p o'rganmagan ekanman-da shu ukam to'g'risida. Menda yana ikkita opam, bitta ukam bor-da. Unda yozib so'rab oldim, qanaqa rang yaxshi ko'rasizlar, qanaqa ovqat yaxshi ko'rasizlar, nima kino yaxshi ko'rasizlar, qaysi fasl. Shu narsalarni o'sha rahmatli ukam to'g'risida bilmas ekanman. Shu ozgina aslida noodatiy xursandchiliklar bilan olmoqchi edim bu videoni. Bo'lmas ekanda. Xullas, uxlash yaxshi ko'rardi. Shunaqa uxlardi, ertalab, kechqurun kech kelardi-da. Adam rosa, rahmatli adam rosa urishardilar. Sen peshingacha uxlaysan, bu narsa qilsang bo'lmaydimi? Bu ishlarni qilsang bo'lmaydimi? Bitta joyda, bitta ishda ko'p o'tirmasdi. Tez zerikib qolardi, bitta joyda o'tirmasdi. O'shanga har xil narsalar qidirib, har xil narsalarga o'zini uraverardi. Nima qilmagan ishi qolmagan edi uni. Odam kimdirini yo'qotmasa, bu narsalarga uncha ahamiyat bermas ekanda. Odam rahmatli vafot etdilar, keyin ketlaridan ishonasizlarmi, 1 yildan keyin rovna o'sha kuni ukam vafot etdi. Ota-onani o'limi qanaqadir meros ekan farzandlar uchun, qanaqadir qariganligida o'ylayverar ekansiz bu narsa haqida, uzoq umr bersin avvalambor, lekin vafot etishsa bu narsani qanaqadir merosdek qabul qilar ekansiz-da. Agar lekin jigaringiz bo'lmasa,
qanaqadir boshqacha narsa ekanda. Mana masalan tasavvur qilinglar. Ana kubik bor, ranglari bir xil bo'lishi kerak. O'sha narsalarni kimdir ochib yechib tashladi-da, qaytib joyiga qo'ydi, lekin bitta detallarni qo'ymadi ichiga. O'shanaqa yetishmaydigan detal ichinglarda o'sha narsa bilan yashashni o'rganishinglar kerak ekan. Tushuntira oldimmi? O'sha bosh oldindagi bo'lmas ekansizda. Har gal o'sha oxiratingizni o'ylayotgansiz, odamlaringizni, yoningizda atrofidagi odamlarni ko'proq qadrlashni boshlayotgansiz. Sal bu dunyodagi har xil mol dunyo, boshqa boylikka o'zi qiziqmay ham qo'yar ekansizda. Shunga buni boshidan o'tganlar balki bilsa kerak, yaxshi. Nima demoqchiman? Xullas, yoningizlarni qadrlanglar, chunki o'lim haq, hammamiz boradigan joyimiz bir, lekin kimdir vaqtli, kimdir kechroq ketib, shu vaqtliroq ketgan odamlarni juda ham sog'inib yashirgansizda. Shunga shuni o'tada, mana bugun turmush o'rtog'imni ham tug'ilgan kuni, ukam bilan kichkina ukam bilan turmush o'rtog'imni orasi 1 yil farqi. Mana erim kattaroq ekan. Erim mendan 7 yosh kichkina, bilmaganlar uchun. Bugun turmush o'rtog'imni tug'ilgan kunini nishonlaymiz. Hamma sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zi videoga chiqib yig'laganlarni uncha yoqtirmayman, anaqa, lekin ushonmadim. Noodatiy bir xursandchiliklar bilan eslamoqchi edim, baribir emotsiyalar bilan qo'shilib mana shunaqa bo'lar ekan. Sizlardan men duoinglarni so'rab qolaman. Duo qilinglar, hammamiz o'tib ketganlarni Allohim rahmatiga olgan bo'lsin, qabr azoblaridan asrasin, yotgan joyligi keng, yorug', yumshoq, xushbo'y, chiroyli bo'lsin. Men eshitishim bo'yicha shu yotgan joyingizdan yaxshi odam bo'lsangiz, Alloh go'ringizdan dach ochib qo'yar ekan jannatga. O'shanaqa joylar, o'shanaqalar nasib qilsin hammamizga. Ular bilmay qilgan gunohlarimizni kechirsin va hammamizni o'sha oxiratda jannatlarda ko'rsatsin, uchrashtirsin.